Do'stlar, har kuni shunday kinolar chiqishi uchun bizni kommentariyalarda yozilgan silka orqali donatlaringiz bilan qo'llashni unutmang. Va biz boshladik. Bu dunyoni super qahramonlar jamoasi himoya qiladi. Bir kuni atmosferada shikastlangan sun'iy yo'ldosh aniqlangach, mo'jiza yigit va Texno uni tekshirish uchun uchishadi. Biroq u yerda ulkan o'zga sayyoraliklar flotiga duch kelib, osongina mag'lub bo'lishadi va yerga qulashadi. Televizorda buni oddiy mashg'ulot deb e'lon qilsa-da, qahramonlarning sobiq rahbari Safar Niyoz ekranga xavotir bilan tikiladi. Uni oddiy inson bo'lgan qizi Missy kuzatib turadi. Qiziga sehrli jamoaga qaytmaslikka va'da berib, uni maktabga tashlaydi va o'ta maxfiy shtab-kvartiraga yo'l oladi. Dastur rahbari Miss Granada dastlab jangga bir nechta qahramonni yubormoqchi edi, ammo Markus dushman flotining ulkan ko'lamini ko'rsatgach, u fikridan qaytadi. Miss Granada har bir qahramonni, jumladan Markusni ham jangga safarbar qiladi va ularning farzandlarini xavfsiz joyga yig'ishni buyuradi. Yo'lda Missy otasiga maxsus aloqa bilaguzuvgi orqali telefon qiladi, ammo Markus vaziyatni yashirib, aloqani tezda uzadi. Shtab-kvartirada Missy boshqa qahramon bolalar bilan uchrashib, ularning kuchlari bilan tanishadi. Birinchisi G'ildirak. U o'ta aqlli daho, ammo oyoqlari kuchlilik qilgani uchun kolyaskada yuradi. Keyingi qahramon Lag'mon va u tanasini xohlagancha cho'za oladi. Oxo esa umuman gapirmaydigan daho rassom qizdir. Akapella ovoz to'lqinlari bilan narsalarni harakatlantiradi. Sekin Mo vaqt sirtmog'ida qolib ketgani uchun sekin harakatlanadi. Yuz yaratuvchi boshqalarga taqlid qila oladi. Egizaklar orqaga qaytarish va tez olg'a esa vaqtni bir necha soniyaga o'zgartira oladi. Yovvoyi karta hamma kuchga ega, lekin ularni nazorat qila olmaydi. Oxirgi qahramon Gappi akula kuchiga ega, ammo doim suv ichib turishi kerak. Bolalar televizorda ota-onalarining asirga olinganini va o'zga sayyoraliklar yerni taslim bo'lishga majburlayotganini ko'rishadi. Miss Granada binoni bloklasa-da, Missy oxoning kelajakni bashorat qiluvchi rasmlariga tayanib, qochishni taklif qiladi. Suratda o'zga sayyoralik xonaga bostirib kirayotgan edi. Bolalar yuz yaratuvchi va Gappining kuchi bilan soqchilarni chalg'itib, kalit kartani olishadi. Soqchi signalni bosishga ulgurganda, egizaklar vaqtni orqaga qaytaradi. G'ildirak esa unga uriladi. Ugra kattalardek kiyinib, hammani xonadan olib chiqadi. Biroq yo'lda ular Miss Granadaga to'qnash kelishadi. Signal chalinib eshiklar yopilgach, bolalar shiftdagi lyukni payqashadi. Akapella soqchilarni havoga ko'tarib, zinapoya yasaydi. Ugra esa lyukni ochadi. Bolalar shamollatish tizimi orqali boshqa qavatga o'tib, maxsus transportni ishga tushirishadi. Tashqarida soqchilar kutayotgani sababli Akapella mashinani havoga ko'taradi. Ammo u boshqaruvni bilmagani uchun bino bilan to'qnashuv xavfi tug'iladi. So'nggi soniyada Ugra ustunni ushlab, mashinani xavfsiz tomonga burib yuboradi. Biroq tez orada Akapellaning nafasi tugab, ular Missyning buvisi, qahramonlar sobiq murabbiyi Anita Marenoning hovlisiga qulashadi. O'zga sayyoraliklar bosqiniga 2 soat qolganda, Anita bolalarni ota-onalarini qutqarish uchun shaxsan tayyorlashga kirishadi va Missyni yetakchi qiladi. Miss Granada ularni bilaguzuk signali orqali kuzatayotgan bir paytda, Anita bolalarga eng muhim saboq jamoaviy ishlashni o'rgatadi. Hatto asirlikdagi kattalar ham hozir o'zaro bahslashayotgan edi. Missy o'ziga ishonchini yo'qota boshlaganda, Anita uning oddiy inson bo'lgan marhum onasi Markusni buyuk yetakchiga aylantirganini aytadi. Haqiqiy yetakchilar buyruq bermay, shaxsiy o'rnak ko'rsatadilar. Uy tashqarisida dushman paydo bo'lgach, Anita bolalarni maxfiy tunnel orqali qochirib, o'zi asirga tushadi. Yer ostiga tushgan bolalar ota-onalarniki kabi yorqin kostyumlardan voz kechishadi va dushmanni shahardan chetga jalb qilishni rejalashtirishadi. Missy yovvoyi kartaga planshetda maxfiy rejasini pichirlaydi. Oxoning rasmlariga tayanib, bolalar o'zga sayyoraliklar ta'minot kemasiga yashirincha kirib, dushmanning ulkan ona kemasiga yetib borishadi. U yerda chaqmoq arava Missyning bilaguzugini otasining signalini topuvchi lokatorga aylantiradi. Koridorlar bo'ylab borayotganda ularni dahshatli paypaslagichlar quvlaydi. Ammo Akapella ovozi bilan ularni ortga surib, jamoani qutqaradi. Bolalar markazida ulkan piramida turgan xonaga kirib, prezidentning yerga qandaydir qurilma tashlamoqchi bo'lganini ko'rishadi. Shu payt Miss Granada paydo bo'ladi. Chaqmoq arava uskunalarni tekshirganda va oxoning yangi bashorati tayyor bo'lganda, dahshatli haqiqat fosh bo'ladi. Miss Granada, prezident va uning odamlari aslida o'zga sayyoraliklar ekan. Bolalar maxsus buzilmas kameraga qamaladi. Ularning ota-onalari ham qo'shni xonada asir edi. To'satdan ota-onalar xonasiga o'zga sayyoralik kirib, kuchli qahramonlarni osongina chetga uloqtira boshlaydi. Bu aslida Anita buvi bo'lib chiqadi.
U katta qahramonlarni mashq qilmay, formadan chiqqanlari uchun urishadi. Bolalar kamerasida esa Messi qochish rejasini boshlaydi. U atayin tushkun gaplar gapirib, hammani yig'latadi. Gappi yig'ilgan ko'z yoshlardan suv kaliti yasab, eshikni ochadi. Piramidani to'xtatish masalasida kelisha olmay, jamoa ikkiga bo'linadi. Yovvoyi karta va yuz yaratuvchi ota-onalarni qutqarishga, qolganlar esa piramida tomon ketishadi. Miss Granada buni kuzatib, jizzaki yovvoyi kartani osongina asirga oladi. U dushman savollariga faqat hazil bilan javob beradi. Boshqa bolalar piramida xonasida soqchilar bilan jangga kirishadi. Gappi akula rejimiga o'tib, dushmanlarni quyundek yakson qiladi. Chaqmoq arava esa kolyaskasini yadrodek aylantirib, olomonni ag'daradi. Ammo soqchilar juda ko'p edi. Ular darhol oyoqqa turib, bolalarni kishallash uchun shiftdagi zanjirlarni yulib olishadi. Eng so'nggi soniyada orqaga qaytarish va tez birlashib, vaqtni atigi bir necha soniya orqaga qaytarishadi. Ugra birinchi bo'lib zanjirlarni ilib olish imkoniyatidan foydalanadi va buning o'rniga soqchilarning o'zini kishallab qo'yadi. Ammo bir soqchi kishandan qutulish uchun kalitlar to'plamini chiqaradi. Egizaklar o'z kuchlarini yana ishga solib, vaqtni yana bir bor ortga tortishadi. Bu safar bolalar soqchi ulgurmasidan oldin kalitlarni tortib olishadi va ularni butunlay harakatsiz qoldirishadi. Guruh asosiy xonaga muvaffaqiyatli bostirib kiradi. Ammo ular piramidaga yaqinlashganda, uning atrofida energiya qalqoni yonadi. Hamma qalqon ortida kim turganini o'ylab qotib qoladi. Aynan o'sha paytda, shu vaqtgacha jim bo'lgan Oxo nihoyat gapiradi. U qalqonni aynan o'zi yaratganini tan oladi. Bundan ham dahshatlirog'i, u o'zining haqiqiy kimligini oshkor qiladi. U butun vaqt davomida o'zga sayyoralik bo'lgan. U eng boshidan beri bolalarni kuzatib kelgan va uning hafsalasi pir bo'lgani. U ularda jamoaviy ish va haqiqiy rishta yetishmayotganini his qiladi. Ammo Messi unga qarshi chiqish uchun oldinga qadam tashlaydi. U yovvoyi kartaga baqiradi va boshqaruv xonasida yovvoyi karta uni baland va aniq eshitadi. Ma'lum bo'lishicha, Messi Oxoning o'zga sayyoralik ekanligini boshidanoq bilgan. U Oxoning kelajakni ko'rsatuvchi rasmlari ichiga yashiringan haqiqatni ko'rgan edi. Boyagi yovvoyi karta bilan bo'lgan janjal esa mutlaqo sahna ko'rinishi edi. Maqsad ulardan birini boshqaruv xonasiga xavfsiz tarzda o'tkazish uchun jamoaning bo'linishini soxtalashtirish edi. Miss Granada tomonidan asirga olingan yovvoyi karta esa umuman haqiqiysi emas. U aslida unga o'xshab ko'rinish uchun o'z kuchidan foydalangan yuz yaratuvchi edi. Haqiqiy yovvoyi karta boshqaruv xonasida bo'lib, piramidaning qalqonini o'chirish uchun tugmalarni bosayotgan edi. Miss Granada va uning yugurdaklari nimadir bo'layotganini tushunib, ularni ushlash uchun boshqaruv xonasiga bostirib kirishadi. Ammo bu safar yovvoyi karta butunlay boshqa odam edi. Ular tunnelda bo'lgan paytlaridanoq u Messining haqiqiy yetakchi ekanligini tan olgan edi. Messi unga ishongani sababli u nihoyat o'z kuchlarini mukammal boshqarishni o'rganadi. Endi u istalgan vaqtda o'zi xohlagan super kuchdan foydalana oladi. U uchadi, qiyofasini o'zgartiradi, elektr energiyasi portlashlarini hosil qiladi va muz murlarini otadi. Atigi bir necha soniya ichida u Miss Granada va uning jamoasini yer tishlatadi. Shu bilan birga yuz yaratuvchi yana normal holatiga qaytadi, qochib ketadi va eng qulay vaqtda jamoaga qo'shiladi. Ammo keyin Oxo yana rasm chizishni boshlaydi. U tezda bir guruh dahshatli mahluqlarning eskizini chizadi. Bundan ham g'alatirog'i, mahluqlar tom ma'noda qog'ozdan chiqib hayotga kiradi. Bu hayvonlarga duch kelganda bolalar nihoyat haqiqiy jamoa bo'lib ishlay boshlaydilar. Ular birgalikda qarshi kurashish uchun o'z kuchlarini birlashtiradilar. Gappining suvi tugab qolganda, u buning o'rniga piramidadan chiquvchi suyuq metallni boshqarishni boshlaydi. Jang o'zining yakuniy bosqichiga kiradi. Oxirgi ikkita mahluqqa duch kelganda Messi shaxsiy o'rnak ko'rsatishga qaror qiladi. U ugraga qo'llarini havoda dor kabi cho'zishni aytadi. Messi mahluqlarni o'ziga jalb qilib, xuddi dordagi akrobat kabi uning qo'li ustidan yurib boradi. Mahluqlar tashlanishi bilan ugra qo'lini tezda ortga tortib oladi. Messi va mahluqlarning barchasi pastdagi tubsizlikka qulaydi. Baxtga ko'ra, ugra yetarlicha tez edi. U qo'lini otib, Messini eng so'nggi pallada ushlab qoladi. Keyin chaqmoq arava piramida ichidagi haqiqiy ona plata bilan almashtirish uchun o'z planshetini ona plataga aylantiradi. Ammo so'nggi soniyada Oxo qurilmani ularning qo'llaridan urib tushirish uchun paypaslagichdan foydalanadi.
U shunchalik chuqurlikka tushadiki, hech qanday oddiy odam u yerdan yiqilishdan omon qola olmaydi. Ammo bitta istisno bor. Sekin Mo. U odatda shilliq qurtdek harakat qiladi. Lekin uning kuchi aslida butunlay tezlik bilan bog'liq. U sakrab tushadi va uni qaytarib oladi. Yovvoyi karta xonaga teleportatsiya qilinadi va sekin Moni xavfsiz joyga uchirib chiqadi. Ugra planshetni ushlab, qo'lini piramidaning eng tepasigacha cho'zadi. Orqaga hisoblash 0 ga yetishi bilan u haqiqiy ona platani ularning soxtasiga almashtirib qo'yadi. Piramida ochiladi va sayyorani egallab olish marosimi rasman boshlanadi. Ammo hamma uchun kutilmaganda, piramida ichidan ularning ota-onalari yurib chiqishadi. Bolalar butunlay lol bo'lib qolishadi. Hech kim nega ishlar bunday tus olganini tushunmaydi. Shunda Oxo, prezident va Miss Granada haqiqatni tushuntirishadi. Ma'lum bo'lishicha, bularning hammasi uyushtirilgan. Bu aslida mas'uliyatni ota-onangizdan o'z zimmangizga olishni anglatadi. Yangi avlod har doim oldingizdan ko'ra uzoqroqqa borish kerak. Bolalar dunyo muammolarini meros qilib oladiganlardir. Shuning uchun ular ulg'ayishlari va ularni qanday hal qilishni o'rganishlari kerak. Shu sababli o'zga sayyoraliklar hukumatga suzilib kirishgan edi. Ular insoniyatni yo'q qilishni xohlashmagan. Ular bolalarni tayyorlashni va jarayonni tezlashtirishni xohlashgan. Chunki ularning sayyorasini ertangi kunini ta'minlaydigan yetakchilar har doim bolalar bo'ladi. Nihoyat, bolalar o'z vazifalarini qabul qiladilar. Ular Yer va butun galaktikani himoya qilish uchun yangi super qahramonlar jamoasini tuzishga qaror qilishadi va Missi ushbu yangi jamoaning yetakchisiga aylanadi. Chang to'zonlar bosilgach, bolalar nihoyat ota-onalari bilan birlashadilar. O'zlarining jasur farzandlarini kuzatarkan, har bir ota-onaning qalbi faqat faxr tuyg'usiga to'ladi.